72 kvadratli 3 xonali kvartiramiz 3-qavatdan sotuvga chiqyapti. Bizlar mehmonxonada turibmiz. Chiroyli qilib mana shunaqa uголок qo'yilgan, parda qilingan, gilam, televizorlar o'rnatilgan va chiroyli qilib kartina ham qo'yilgan. Va bu yerda bizlarda oshxona joylashgan. Srazu oshxonamizda ham kuxonniy garnitura, gazli plita, вытяжка, rakovinalar o'rnatilgan. O'tirib nonushta qilish uchun joy bor. Dvoqkonturli kotel o'rnatilgan, sovuqpol radiatorlar qilingan. Bu yerda esa bizlarda koridor qismi bo'lyapti. Asosiy kirib kelishimiz eshigi shitlar yevromontaj qilingan va bu yerda bizlarda oyna qo'yilgan kalit qo'yish uchun. Ana endi mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Kattalar yotoqxonasi kattagina kravat, tumbochka, shifonyer, termo, televizorlar o'rnatilgan. Bu yerda esa bizlarda sanuzel, kvartiramizda ikkita sanuzel tushgan, razdelni bu birinchisi bo'lyapti va mana bu yerda ikkinchi sanuzel joylashgan. Bu yerda unitaz bilan rakovina o'rnatilgan. Kvadrat 72 kvadrat, narxini 77 ming deyaptilar, yana savdosi bor. Bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi, Novostroyka G'ishli domda joylashgan 3-qavatda. Adres Rudaki Orientir Ikar bo'lyapti. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha.